Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Salomatmisizlar, zo'rmisizlar? Uyimiz mana hozir shkatulkalari shu bitta chista bilan urilibdi. Siramkalarni qo'ysak nasib bo'lsa, patologlar qolgan ishlar bo'ladi. Mana bu Shukrona qizimiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Hammalaringizga rahmat. Uylarimizni qilib berasizlar. Mana shu Shukrona qizimiz yana kim bor edi? Ismini nima? Farida. Shukrona qizlarimiz uchun mana shu chuqonali uy ayoli bilan qanday yoqibdi o'zing? Ha, yoqibdi. Orzu qilganingdek bo'ldi. Ha, bo'lib rahmat. Mana shu akalaring nomidan, mana mehribon akalaring bor. Ko'pchiliklar Rossiyaga, Toshkentga, boshqa joylarga xizmat qilib yurishibdi. Mana shu ko'pchilik qiziqadi, kimdir enanchida men ko'rsatmasdik. Mana shu qizimiz bo'ladi, mana Shukronaxon, Faridaxon bilan. Shukronaxon, Faridaxon ikkalasi ham katta qiz bo'lsin, duo qilinglar. Ilohim baxtli saodatli bo'lsin, to'ylab bo'lsin shu o'ylarga. Mana shu qizlarimizni rohatini ko'rsin onasi ham. Bular mana shu o'yiga palak yozib, mana shu katta to'ylarni qilib, zo'r qizlar bo'lsin. Qanday o'zi senga hozir yoqib turibdi o'ylarni? Zo'r. Ko'ngildagida akalar bor bo'linglar, charchamanglar, hammalaringizga rahmat. Ustalarimizga ham rahmat. Mana hozir ishga turgani boshlagan. Endi Shukronaxon bir boshida yig'lab turardi. Hozir mana kayfiyati hammasi zo'r. Mana shunaqa gaplar kelar. Oringlarga shukr, sog'lik, omonlik, hammaga rahmat deymiz. Ilohim dunyo turguncha turinglar. Sog'lik, omonlik. Do'stlar, shkaturka mana уже чистовой boshlangan. Shkaturka Chornovoy yakun. Nasib bo'lsa, ertaga чистовой ham tugaydi. Lekin konkret aytish kerak, dostonni aytganday, pul deysan, lekin pulni tayini yo'q deysan deydi. Dostonjon, jigarim, menimcha ish o'zidan o'zi bo'lgani yo'q, o'lay. Qadrdonim, simdoshim desan, onangni hurmat qilay. Maylimi? To'g'ri tushungin. Bu mana shu akalarimizni, mana homiylarimizni har doim kuzatib boradiganlarni hisobidan bo'ladigan narsa. Baraka topsin, bir kattaroq pul berganini hisobidan bir akamiz mana shu yer olindi, fundament qilindi, katta ish bo'ldi. To'g'ri tushungin jigarim. Do'stlar, Bonibni ko'rsatsizlarga ko'rinishini. Mana shu ikkita qizcha. Faridaxon, Shukronaxon. Shukronaxonga bitta akalaring uchun rahmat bergan. Sen to'g'risi aytibdi-yu, lekin yo'laman aka. Xullas yo'lchangroq boshiga mana bu ozginagina bitta boshlanganlar bitta muammocha bo'lganda Rossiyalarni hozir yaxshi kayfiyati zo'r. Hammasi joyida, xursand, har kuni keladi. Lekin biz video qilmaymiz. To'g'ri tushunasizlar. Bor bo'linglar, omon bo'linglar. Charchamay yuringlar.